Men fuqaro Said Oxunov Qibray tumanidan yoshim 77da Bosh prokuraturani 16-boshqarma boshliqlari, 14-boshqarma boshliqlarini, firibgarlar ota-bola Jo'rabekovlarni himoya qilish maqsadida fuqarolik ishda sudlar tomonidan soxta chiqarilgan qarorlarni himoya qilish maqsadida 16-boshqarma boshliqlari Bosh prokuraturani Bobojonov, Maqsitov, Rahmatov, Toshtemirovlar tomonidan ochiqdan ochiq katta manfaatdor bo'lganligi maqsadida soxta umuman bo'lmagan jinoyatda bo'lgan deb mana isboti. 4 boshqarma boshliqlari ketma-ket menga bergan javob xatlarida aytiladi. Yakkasaroy tumani Ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan 31-yilda mart oyini 2008-yilda Ilhom Xolmatovga nisbatan JKN 228-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilgan. Tergov natijasiga ko'ra Xolmatovga nisbatan JKN 228-moddasi 2-qismi A, B bandlari 228-modda 3-qismi bilan ayb e'lon qilinib, ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish qo'llanilib, jinoyat ishi ayblov xulosasi bilan sudga yuborilgan. Bo'lmagan narsa bu bo'xtonlardan iborat. Menga bergan 4 boshqarma boshliqlari manfaatdor qilinganligi bois shunday yolg'on javob xatlarini menga berishdan maqsad noqonuniy 2 uy joylarni hech kim yashamagan qurilishlar oxiriga yetkazilgan Xolmatovaga tegishli yondosh qudasi G'aniyevaga tegishli uy joylarni soxta lashtirib Jo'rabekov tomonidan rasmiylashtirib olganligini yashirish maqsadida chiqarilgan soxta qarorlarni fuqarolik sudlar tomonidan istalbani sudlaydigan sudyalar tomonidan mana 16-boshqarma boshliqlari tomonidan chiqarilgan soxta qarorlar. Umuman bo'lmagan jinoyat. Qani jinoyat ishi Xolmatov Ilhomni qamalgani haqida? Qani tergov, ayblov sudga yuborilganligi haqida? Qani hukm? Mavjud emas. Mana vijdonsiz manfaatdor bo'lish maqsadida vijdonini sotgan 16-boshqarma boshliqlari Bobojonov, Maqsitov, Rahmatov, Toshtemirovlar bo'ladi. Shu darajaga borishdiki bular. Tergov boshqarma boshlig'i Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi Abduvosit Abdurazzoqov topshiriq beryapti. Xolmatov arizasi asos Yakkasaroy tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'i Azimovga. Azimov aytyapti. Tergov bo'limi tomonidan 31-may 2008-yilda Akromov Abzal Shuhratovичga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228-moddasi 2-qismi B bandi bilan qo'zg'atilgan
hamda tergov harakatlari olib borilganligi aniqlangan. 30-iyun 2008-yilda mazkur jinoyat ishi kelgusida tergov harakatlarini o'tkazish uchun Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasiga yuborilganligi aniqlandi deb mana soxta bo'lmagan o'ylab chiqarilgan Abduvosit Abdurazzoqov o'z paytida Toshkent viloyati tergov boshqarmasi birinchi o'rinbosari bo'lganda aynan shu joylar bo'yicha Xolmatovani o'z joyi bo'yicha Zangata tuman ichki ishlar bo'limi Bekzod Hamroyev xavfsizlik ekspertizasi 2559 son shartnomada o'tkazish uchun Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi xavfsizlik eksperti Qibray tuman ichki ishlar pasport stolidan Jo'rabekovani pasportini shakl bir aslini oladi. Qaytarib berish sharti bilan vaholanki imzolar har xil. Umuman o'xshamaydi. 2559dagi imzo shakl birdagi. Abduvosit Abdurazzoqov topshirig'ini bajarib tergovchi Hamroyev shakl bir yirtib yo'q qilib tashlab topshirmaydi. Anaqa gap. Pasport stoliga mana bu haqida chunki 2559 son shartnoma soxta bo'lib chiqqan. Biz o'tkazgan xavfsizlik ekspertiza xulosasi asos mana. Endi 766 shartnomaga o'tamiz. 766 shartnoma G'aniyeva Diloramga tegishli joyi go'yoki sotib olgan Iroda Jo'rabekova. Bu soxtaligi shu fakt bilan isbotlanadiki, shartnoma rasmiylashtirishda 766 oldin shartnoma kontrakt tuziladi mana. Birjaga sotuvchi broker sotib oluvchi brokerlar kelib, birja direktori bilan shartnoma kontrakt 766 shartnoma tuziladi. Yakkasaroy tuman ichki ishlar tergovchisi Bayot Ro'zmetov tomonidan Xadicha Sulaymonova o'tkazilgan xavfsizlik ekspertiza 766 son shartnomadagi sotuvchi va sotib oluvchi brokerlar Abduhakimov, Abdulakromov larning imzosi ular tomonidan bajarilmagan. Bu haqida mana xavfsizlik ekspertizasi. Ular tomonidan bajarilmagan. Buni nima qilyapti?
man ariza yozib berdim. Yakkasaroy tumani prokurori Shamshiyev menga javob xat beryapti. 766 son shartnoma bo'yicha o'tda etiladi. Fuqaro Xolmatovni Toshkent viloyati Qibray tumanidagi brokerlik firmasi brokerlariga nisbatan qonuniy chora ko'rilishi so'rab yo'llagan murojaati bo'yicha to'plangan hujjatlarga asosan 31-may 2008-da Yakkasaroy tumani Ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan Akromov va boshqalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 228-moddasi 2-qismi bilan 4-08-42-32 son jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi yuzasidan Yakkasaroy tumani Ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi bo'linma boshlig'i Rozmetov tomonidan dastlabki tergov harakatlari o'tkazilib, 27-iyun 2008-da jinoyat ishi hududiy jihatdan tergovga tegishlilik bo'yicha Toshkent viloyati Qibray tumani Ichki ishlar tergov bo'limiga yuborilgan deb menga javob xatni Yakkasaroy prokurori beryapti. Ammo boshida 2016-yildan beri Toshkent viloyat tergov boshqarmasining birinchi o'rinbosari bo'lgan Abduvosit Abdurazzoqov Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi hududidagi tergov boshqarma boshlig'i bo'lgan Abduvosit Yakkasaroyga tergov bo'limiga topshiriq beryaptiki, İçki ishlar Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi hududida tergov asosida yuborilgan deb. Qarang, bu yerda Shamshiyev yetyapti. Qibray tumaniga. Chunki Qibray tumanidagi shu ishni olib borgan Hamid Zokirov 766-son shartnoma kontrakti xulosa chiqqan. Soxta. Aslini yirtib yo'q tashlayapti. Mana nima uchun 16-boshqarma boshliqlari Babajonov, Maqsetov, Rahmatov, Toshemirovlar soxta menga javob ber. Bunga kim javob beradi? 15-boshqarma boshlig'i javob bermaslik maqsadida bularga jinoyat ishi qo'zg'atish kerak edi. Hozir Toshkent viloyati prokuraturasiga tushirib yuboribdi. Men xudo xolasa dushanba kuni boraman. Qanaqa topshiriq berilgan? Buni qanaqa yopishadi? Aslida menga firibgarlik qilgan bu Fazillar Jo'rabekov. Mana endi Inomjonov menga 14-mayda beryapti. Javob xat. Fazillar Jo'rabekovni himoya qilishida Bosh prokuratura 16-boshqarmasi tomonidan tayinlangan. Mana bu yerda yotyapti. Tergovda Xolmatovning o'zi oldi-sotdi shartnomadagi imzolarni qalbakilashtirganligi aniqlanib, u Jinoyat kodeksi 228-moddasi 2-3 qismlari bilan ayblangan va jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tumani sudining 18-dekabr 2000-yilda hukmi bilan unga jarima jazo tayinlandi. Vaholanki hukmda mana faqat Xolmatovning o'y joyi bo'yicha Betta G'aniyevani familiyasi ham yo'q. 766-son raqam ham yo'q.